ichasiz, o'sha ichganingizdan keyin rezultat ko'rasiz. Mana bu programmani berganmiz, qarang, berganmiz. O'sha opa men oldimga kelyapti. 15 kunda ichida homilador bo'lyapti. Men ertaga aytayotganim, Instagramga kirgan o'sha ayolni yozdirib tashlaganman. 15 kunda ichida homilador bo'lyapti. Endi nima qilaylik? Ichiraylikmi, ichirmaylikmi degan savol tug'ilyapti ularga. Ichirasiz. Homilador bo'ldi degan hol, u butunlay holi tanasi tayyor degani emas. Ozginagina qarang. 80% suvda eriydigan zahar, 20% yog'da eriydigan toksinlarni parchalab yuvdi, assimilyator trubalarni ochdi, vitamin, mineral tanaga shunday shimilgandan homila bo'lyapti. Organizm jinni emas. Organizmga hamma narsa, mineral, vitamin, aminokislota yetishgan bo'lsa, mana bu uyi toza, ozoda, sog'lom bo'lsa, yangi mehmonga joy bor. Tushundingizmi?